qiz uzatgan odam qiz tomon deydi bir pog'ona past turish kerak deydi. Bekorlarni yebsan. Dunyoda necha son bo'lsa, kvankrilliard degan son bo'lsa, agar o'shani yebdi o'sha odam. O'g'il o'stirgan odam bir pog'ona past bo'lish kerak. Men o'zim kelin qilganman, lekin men bir pog'ona past bo'lishim kerak. Nimaga? Mani o'g'lim, mani qudalarimga nima qilib beryapti? To'y hasham bir katta tadbiri yoki bo'lmasa o'sha ayolini uyga olib tashlaganda birro ko'rinib qo'yadi. 4 ta nom bilan. To'g'rimi? U qizini berdi. Qaynatasini kiyimlari bormi, qaynonasini kiyimlari bormi? O'sha uyda turadigan kichkina bola, qaynisi, eriniki hamma kiyimini yuvib, dazmollab, o'ylanib pokiza asrab, hamma yo'ni artib, surtib, sizlarga qaragan, boshqa qilgan, hamma yo'ni saramjon, sarishta sizlab, boshqa qilib, yana orada qaynonadan arzimagan narsalarga gap eshitib qolishi bor, shularni aniq qilib, o'zidan 30 yosh kichkina bola bo'lsa ham uni sizlab yana past kelish kerakmi?